Eng arzon vodiy kanalımızda arzon narxda Malibu avtomashinamiz keldi. 2.4 atmosferni полностью primer qilib qo'yilgan, bitta tablodan tashqari oldi orqalari hamma joylari richalargacha, to'rtta archa balolar ham zo'r holatda, 5 kilcho do'stlari ham, salon qutulari ham zo'r holatda. 2018-yil 145 ming probekda, afishalari zo'r holatda. Kojinli chexollar, evkor ko'ringlar, ballar, ko'shdan ko'r, salon qutullari o'ta akkuratni ekan. Panorama luklar, orqa o'rindiqlar ham tiniq holatda turibdi, urinib ham ketmagan. Ko'jalar ham zo'r holatda turibdi. Полностью shumkalarga chiqib qo'yilgan. Krugovый tonirovka ruxsati ham 6 oycha bor ekan. Motor korobka moylargacha almashtirib qo'ygan ekan legalari. Kraskasiga kelgan bo'lsak, shu orqa balonda arkasida pitno bor ekan. I kapot bilan kriloni uchida ham shu joyda pitno bor ekan. Chizig'i ham turibdi. Qolgan joylar top-toza, motor hadovalarda umuman ishladi, Mercedes hadovalari chiqilib, yurish-turishlarda umuman aybi yo'q ekan. O'zingiz uchun ham qolgan joylarni ko'rib tekshirib, keyin notarsa pulini berasizlar. Bu mashina ham shu nomerlar bilan Gendaver Safron xohlagan hujjat bo'ladi. $17.200